Bugungi sanamiz 16-may. Bugun juma muborak kun. Shu kunda biz sehrli damlama haqida savollar ko'p bo'lganda, shu haqida javob berishlikni niyat qildik. Sehrli damlama rostdan sehrlimi? Shu savolga Xudo xolasa bugun javob berishga harakat qilamiz. Birinchi savol bu sehrli damlama haqida bizga ma'lumot bering degan obunachilarimizga. Sehrli damlama o'zi nima? Uni kim tayyorlaydi? Bu hamma do'konlarda bormi, yo'qmi? Shu haqida savollarga javob berib o'tamiz. Sehrli damlama toshkentlik Davron akani o'zlari tayyorlagan ozuqa hisoblanadi. Bu bitta kompaniya orqali yo bir shu firma orqali ishlab chiqarilmaydi. Bu shu bitta insonning fantaziyasi yordamida qilingan ozuqa. Buni shu bizda maslahat olib turgan agronomlarimiz, bu toshkentlik shu Davron akani kanallari, Telegram kanallari bor. Agroxim katta harflar bilan yozganda agroxim qilib yozsalar Telegramlarda kelib chiqadi. Mana shu kanalda admin Davron akani mahsulot hisoblanadi. Sehrli damlama sepilsa qanday effekt beradi? Maydalari ham qizarib ketadimi degan savollar bor. Yo'q. Faqat mana shunday olachipor bo'lib rang kirganlarni ranglarini to'ldirib, qip-qizil qizartirib berishga, tezroq qizartirib berishga yordam beradi xolos. Mana hamda kichkinalarini esa agar bularni esa kattaytirishga xizmat qiladi. Juda ham zo'r narsa. 100 litr suvga 75 ming so'm biz buni Toshkent Qo'qondagi Toshkent Petayda oldagi Agroxim magazindan olamiz va Dang'aradagi Hasan akadan ham olamiz. O'sha yerlarda biz Qo'qonda bor. Rostdan ham qizartirishga juda yordam beradi, ham tezlatib beradi, ham kattalashtirib beradi g'o'ralarini. Juda ham ajoyib effekt beradi. Biz sehrli damlamani esa biz har 3 kunda 0050 gelga temir qo'shib sepib, oralatib 3 kundan sepyapmiz va bizga juda ham zo'r effekt beryapti. Masalan, menga juda ham ma'qul. U sehrli damlamani sepganingizdan so'ng juda ham qizarish tezlashib, bozorga olib chiqishingizga juda ham zo'r effekt beradi. Bu faqat pomidorda emas, bodringlarda ham amal qiladi. Bodringlarda esa mevalarni tezroq kattaytirib berishlikka xizmat qiladi. Qalampir, bolgarskiy hamma narsaga zo'r ishlaydi. Haqiqatan zo'r dori. Masalan, menga juda ham ma'qul, bu o'zimda sinovimdan o'tkazgan narsa. Bemalol sizlarga tavsiya beraman, sehrli damlamani sepsalar ham bo'ladi. Ikkinchi savol esa g'o'ralarini, mevalarini qanday katta qildingiz va qanday ozuqalar berdingiz degan obunachilarimizdan savol tushgan. Bularni biz yoshligidan iloji boricha tarbiyalashga harakat qildik qo'limizdan kelgancha. Gulla ushlatishlariga sekin-sekin mevani katta qilishga biz eng gilamlisi nitratli ozuqalarga e'tiborimizni qaratdik. Kaliy nitrat, magnitrat, shu g'o'ralar qizarmashidan oldin 2 marta nitratli ozuqalar bergan bo'lsak, 1 marta sulfatli ozuqalar berdik va endi qizarishga yaqin faqat ko'proq sulfatli ozuqalarga e'tibor qaratdik. Chunki sulfatli ozuqalar bizda bilishimiz bo'yicha, agronomimiz aytishi bo'yicha ichidagi g'avaylikni yo'qotib, to'ldirib qizarishiga, to'q qizil bo'lishiga yordam berar ekan sulfatli ozuqalar. Keyin bargidan oziqlantirishga ham jiddiy e'tibor berish kerak, chunki bargidan oziqlantirish ham juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Chunki buni ham o'z tajribamizda o'tkazganmiz. Bargidan iloji boricha biz qilgan ishlar bu 3 ta 20 ga magnitrat va temir qo'shib, yantarini tenza koktel qo'shib sepdik. Bular Xudoga shukr yaxshi effekt berdi. Mevalarimizda ham buni ko'rsak bo'ladi. Hajm jihatidan juda ham ajoyib. Mana bu sizlar ko'rningizda mana shunday, mushtdek katta. Bu endi eng kattalari, endi bundan kichikroqlari ham bor. Alaminamiz aytganimizdek kattalari ham bor, lekin nisbatan mana shunaqa 200 gram, 150 gram ana shunday orasidan olaylikcha kichikroq, lekin uzumga o'xshab tuyibdi. Juda ham ajoyib. Bu tomon esa runerni fahklab olsa bo'ladi. Tepalarigacha mevalari yapaloq. Dumaloq hisoblanmaydi, lekin runerni bitta minus tarafini bildim. Buni aytib o'taman. Alaminaga nisbatan bu pishgan sari sal yumshab qolar ekan. Alaminani misol 2 kun turib ketsa ham uyda qattiq turganda uzilganday turavergan. Lekin bu runer sal yumshoqroq bo'lar ekan alaminaga nisbatan. Mana shu minus tarafi bor ekan. Lekin mevani solish bo'yicha, kilogram solish bo'yicha runerga menimcha uncha gibridlarimiz yeta olmasa kerak. Afshi zo'r
kilogramm bosib berar ekan. Mana buni maytdan ko'rsak ham bo'ladi. Shu ham kamida 1,5 kilodan oshiq 2 donasini o'zi. Hozir mana ko'rib oldim, mana shuni shiraga o'xshagan, shira desa ham bo'ladi, paydo bo'lib qopti. Endi biz buni shiraga qarshi kurashish payti ham kelibdi. Endi shiraga qarshi ham dori sepamiz. Pomidorni 3-4 terim qildik. Shunga qaramasdan pomidorimiz uzilmaganday turibdi. Bizni juda ham quvontiryapti, juda ham xursandmiz. Pomidorimizni avval kuni terganmiz. Mana xudoga shukr tergani faqat qizillarini teruvdik. Mana yana qizarib bo'pti. Havo juda ham issiq bo'lyapti. Xudo xolasa ertaga pomidorimizni sotib kelsak, ertaga yana terim qilamiz. Borgan sari kilogramm oshib boryapti, chunki bizda shu kalaskamiz bor. Shu kalaskamizda bitta 2 kalaska chiqaytirdi. Kechagi terimimizda 4 kalaska chiqdi. Endi keyingi terimda menimcha xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. 6 kalaskacha mo'ljal qilyapmiz. Xudo xolasa 6 kalaska degani bu bir 300 kilo, 300 kilodan oshiq desak, bemalol aytsak bo'ladi. Pomidorimiz tepasidagi mevalari ham ancha massaga kirib boryapti. Xudo xolasa taylari uzilgan sari kuchli tepaga beryapti. Endi shu maqsadda biz ozuqalarni arzon yo'liga o'tishni niyat qildik. Sulfat amoniy olib kelib qo'yganman, karbamid. Shularda tonnasiga 2 kilodan quruq suv bergandan ko'ra berishlikni niyat qilib turibman, xudo xolasa. Endi mana shu arzon yo'liga o'tyapmiz asta-sekin. Mevalarimiz hajmi yaxshi, xudo xolasa turishi zo'r. Narx-navoli esa tobora tushib boryapti. Bu esa bizda endi asta-sekin ozgina xafa qilishni boshladi. Chunki pomidorimizni bu darajaga olib kelguncha nimalar o'tganini o'zimiz bilamiz. Endi avvalasi Allohdan meni fikrim bo'yicha pomidori yana bitta oshib oladi. Yana oshadi. Chunki mana bizdan oldingi ekkan palalar asta-sekin kamayib, shu erta bahor yanvarda ekkanlar bilan orasida jicha raznica bo'lganda, mo'ljalimda jicha oshsa kerak. O'shaning uchun buni qizartirib tayyor qilib turamiz. Oshdi degan payti bozorga olib chiqib sotib olishni niyat qilib turibmiz. Shu tomonlarni ham o'ylab turibmiz hozircha. Endi buni vaqt ko'rsatadi, balki olib chiqib sotarmiz. Oxirgisini 17 mingdan berdik, bugun esa 15 ming, 14 ming har xil pomidorlar bor ekan bozorda. Eshitishimiz bo'yicha, xudo xolasa ertaga shanba kuni chiqamiz. Aniq bo'ladi nech puldan bo'layotgani. Endi xudo xolasa biz asta-sekin pomidorimizdan keyin qaysi bodring navini ekishlikni niyat qilib turibmiz. Qaysi birini ekishni bila olmay turibmiz. O'tgan yili rekord ekmoqchiman deganda bir obunachimiz yozuvdi. Aka rekordga ekmang, yozga bo'lmaydi dedi. Bir marta ekkanman, zo'r bo'lganda rekord ekdim. Afsuski yozga rekord bo'lmas ekan. Rekord yozda bodring hisoblamas ekan. Bodring yoz bahorda zo'r bo'lar ekan, lekin yozda havoni issig'iga unchalik chida olmas ekan. Endi agar kimda-kim yozda ekib zo'r daromad topgan obunachilarimiz bo'lsa, biz buni iltimos qilib o'tamiz. Bizning tanlovimiz hozircha Headway bilan Miracle bo'lib turibdi. Hozir ikkalasini o'ylab turibman. Shu issiqqa chidamli yo Headway, shu ikkalasidan bittasini maslahat qilib ekamiz. Agar kimda-kim yozda ekkan bo'lsa, iltimos shu maslahat yozib olsalar, mana shuni ekkanman zo'r desalar, xudo xolasa balki o'shani ekarmiz. Shunaqa gaplar do'stlar, shu davomida qilayotgan ishlarimiz shulardan iborat. Sehrli damlarga kelayotgan sehrli damani sepinglar, rostdan effekti bo'ladi. Kichkinalarni kattaytirib, mana bunday pushtilarini esa tezda qizartirib berishlikka xizmat qiladi. Do'stlar, bizning kanalimizni kuzatib boring. Xudo xolasa bodring ekishliklarni ham hammasini ko'rsatib boramiz. Birgalikda yana shunday zo'r natijalarga erishamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning kanalimizga kuzatib boring. Obuna bo'lishni unutmang.